Qadrli do'stlar, Xudo xolasa Qulpinay payamizga keldim. Qulpinay payada qulpinaylarni yopish jarayoni, ya'ni o'sha sizlarga aytgan duga usuli chesnoyni ustiga mana yopish jarayoni. Chesnoy mana aytganimdek bizga kerakli nuqtadan sindi. Xo'p, qulpinaylarning holati qanaqa? Bizga sovuq, Xudo xolasa bizga ham sovuq ta'sir qildi oz-moz. Lekin qulpinaylarimizning holati yerda mana shunaqa. Sovuq ta'sir qilgan ozgina, lekin mana g'o'ralarda deyarli olmabdi. Ayda-bayda sovuq ta'siri ko'rinayapti. Lekin unchalik sezilarli darajada emas. Mana shu g'o'ralab qolgan ozgina ta'siri bor, lekin bizda ko'chatlarimizga ham stress olgan. Mana bunaqa bitta-ikkita gulini urgan, mana shu gul urilgan, mana shu gulda yo'q hech narsa. Qolgan gullar, Xudo xolasa, butun. Urush qurbonsiz bo'lmaydi. Xudo xolasa hammaga kelgan to'y. Inshaalloh bag'i Xudodan biz sababini qilaveraylik. Yopish jarayoni, Xudo xolasa yopib chiqayapmiz. Mana shu tarzda ko'pchilik kommentariyada savol berdi. Sababini qilmaysanmi, ustini yopmaysanmi deb. Ustini yopdik akalar, mana salafanlarimiz qo'ldan kelgancha. Lekin baribir salafanning ustidan ham qulpinaylarimizni sovuq urdi. Hammanikini. Xudo xolasa qolgan qulpinaylarga ishlov beramiz. Qolgan guli bizning yutug'imiz. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi Xudodan. Nasib qilsa qolgan videolarni ham qo'yishga harakat qilib boramiz. Natija hozircha shu. Deyarli men bilan bir xil dehqonchilik qiladigan barcha dehqonlarda ham shunaqa bo'lsa kerak. Hop. Gulini ko'pini urgan va sovuq olgan. Ko'pchilikda g'o'ralash jarayoni boshlangan. Qolgan gulida albatta. Lekin orada mana bunaqa bitta-ikkita o'sha gulini sovuq olganini ko'ryapman. Shuni sizlar bilan bo'lishay dedim. E'tiborlaring uchun rahmat. Vodiylik bola, dehqon bola kanalini kuzatib boring. Obuna bo'lishni unutmang. Xudo xolasa qolgan zo'ridan zo'r videolarni qo'yib boramiz inshaalloh. Xudo xolasa.